Agarda qiz farzandingizni hayzi kuchli og'riqlar bilan kechayotgan bo'lsa, bu normal holat emas. Bu vaqtda organizm yordam so'rayotgan bo'ladi. Har bir ona qizimizga turli-tuman dorilarni ichirmasdan quyidagi maslahatlarimga rioya qilishlari kerak. Birinchisi, qizimiz organizmi qanchalik zo'riqayotganligini ko'rishimiz kerak. Zo'riqishlar jismoniy va aqliy bo'lishi mumkin, ya'ni repetitorlar, o'qishlar, to'garaklar va hokazo. Bu vaqt ichida organizm tiklanib olishga ulgurmaydi. Ikkinchisi, uyquni normada bo'lmasligi, ya'ni dars yoki gadjetlar tufayli o'z vaqtida qizimizni uxlamasligi. Uyqu rejimini buzilishi oqibatida organizmda progesteron ishlab chiqarilishi buziladi. Bu esa hayzni og'riqli kechishiga sabab bo'ladi. Uchinchisi, tanani sovuqotishi kichik chanoq a'zolarini spazmiga sabab bo'ladi. Bu esa hayzni og'riqli kechishiga olib keladi. Hayzni nima uchun og'riqli kechayotganligini aniq sababini bilish uchun ginekolog konsultatsiyasiga olib boring.